Mana navaram Anton sulolasidan Anton An-124 samolyotini yasabdi. Orqasi ochiladi. Bu Ukrainada ishlab chiqarilgan edi. Bilsanglar agar dunyoning eng katta samolyoti bo'ladi. Xo'sh, bu yerga bayrog'ini ham chizib qo'ydingmi? Ukrainskiy qilib. Mana 3 ta dvigateli, 6 ta dvigatel bo'ladi, 3 tada. Hammadan qizig'i mana buni qaranglar. Mana. Mana. Mana timshog'i ochiladi buni. Ashdan yuklarini ortadi mana. Antoning o'xshabdi. Qo'ychi. Nurullo. Mana dumlarini qaranglar. Dumlari ham xuddi shunaqa bo'lgan. Juda o'xshasibdi lekin. Mana timshog'i ochiladi, bu yerdan yuk kiradi ichiga. Dunyoning eng katta samolyoti Anton 124. Bu Anton 124 O'zbekistonga ham ancha muncha kelgan. 5-6 marta keldi bu. Ancha bo'lib ketdi. Hozir Antonlar yo'q hisob. Mana o'xshatganini qaranglar buni. Juda ham samolyotga qiziqadi, navaram mana. Nurullo. Zo'rmi samolyoti? Mana Nurullo bu o'zi. Bu dishib lutchi xudo xolasa. Yo konstruktor bo'ladi samolyotlar ishlab chiqarish bo'yicha. Juda mana bunisini timshig'ini mamtini ko'k deydi, ko'k. Mana ko'k ochib yopiriladi. Haqiqatdan 3 ta 6 ta dvigatel yasagan mana. Juda ham chiroyli samolyoti. Xudo xolasa mana o'qitamiz. Alloh nasib etsa.